Kommunal narxlar oshdi. Elektr va gaz uchun endi qancha to'lanadi? Kommunal to'lovlar oshgani oilangiz byudjetiga qanchalik ta'sir qildi? Agar siz ham elektr va gaz uchun yangi tariflarni sezgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va o'z tajribangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Chunki sizning fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham yangi tariflarning amalda qanday ta'sir qilayotganligini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, kommunal to'lovlardagi o'zgarishlarni o'z vaqtida bilib borish uchun Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari 2026-yil 1-iyundan boshlab oshirilgan. Tabiiy gazning bazaviy ijtimoiy norma doirasidagi tarifi 1 kub metr uchun 1100 so'm etib belgilangan. Avval bu tarif 1000 so'm bo'lgan. Ya'ni gazning ushbu tarifdagi narxi 100 so'mga, ya'ni 10% ga oshgan. Ijtimoiy normadan yuqori iste'mol qiladigan abonentlar uchun ham tariflar oshirilgan. Masalan, 101 kub metrdan 2500 kub metrgacha bo'lgan iste'mol uchun tarif 2000 so'm etib belgilangan. Elektr energiyasi tariflari ham o'zgargan. Shu sababli oy davomida elektr energiyasidan ko'p foydalanadigan oilalarda to'lov miqdori avvalgidan yuqori bo'lishi mumkin. Ayniqsa, belgilangan ijtimoiy normadan yuqori iste'mol qilinsa, har bir qo'shimcha kilovat-soat yoki kub metr uchun to'lanadigan summa oshib boradi. Shu sababli mutaxassislar iste'molni nazorat qilish, hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqtida tekshirish va kvitansiyadagi hisob-kitoblarni solishtirib borishni tavsiya qiladi. Kommunal to'lovlar masalasida yana bir muhim jihat bor. Suv, issiqlik va chiqindi xizmatlarining tariflari hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun aynan siz yashayotgan hududdagi amaldagi tarifni ham tekshirish muhim. Sizda elektr yoki gaz to'lovi qancha? Kommentariyalarda yozing. Sizning javobingiz orqali boshqa fuqarolar ham real xarajatlarni solishtirishi mumkin. Kommunal tariflar, narxlar va aholiga ta'sir qiladigan boshqa muhim o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik uchun Xolis 24 ga obuna bo'ling, like bosing va o'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xolis 24 muhim yangiliklarni xolis yetkazmoqda.